Bachadondan tashqari homiladorlik, ya'ni ektopik homiladorlik 95-96% holatlarda bachadon naylarda uchraydi. Bundan tashqari, bachadon kesir chandiq sohasida, tuxumdonlarda, bachadon bo'ynida yokida qorin bo'shlig'ida ham joylashishi mumkin. Ultratovush tekshiruvida bachadondan tashqari homiladorlikni baholashni o'z mezonlari bor. Bulardan endometriy qavatining qalinlashuvi hamda giperexogen tusga kirishi. 10-15% holatlarda suyuqlik ham saqlashi mumkin. Tuxumdon atrofida heterogen tuzilmaning ko'rinishi bu sharcha belgisi. Tuxumdon atrofida qalin homila pufagining aniqlanishi bu teshik kulcha belgisi yokida kam uchrovchi tuxumdon atrofidagi homila pufagi, embrion hamda sariq qopchaning ko'rinishi. Bu brilliant uzuk belgisi. Bachadondan tashqari homiladorlik rivojlangan tomonda tuxumdon sariq tanasini ham ko'rishimiz mumkin. Ektopik homiladorlikning ayanchli asoratidan biri bu bachadon naylarining yorilishi hamda ichki qon ketishlar kuzatilishi hisoblanadi. Chap tomonlama tuxumdon sariq tanasi hamda medial qismida joylashgan homila pufagini ko'rishimiz mumkin. Homila pufagi ichida embrion, yurak urishlari aniqlanadi. Bachadon atrofida esa erkin suyuqlikni ko'rishimiz mumkin. Endometriy qavati giperexogen hamda qalinlashgan.